Bugungi mavzuyimiz tez charchash va holsizlik. Sizlar bilan bugun shu mavzuni muhokama qilamiz. Tez charchash o'zi nima? Insonni ruhiy va jismoniy holatdan kelib chiqib charchashligi hisoblanadi. Buni bir nechta sabablari bor. Aziz yurtdoshlar, bizni ko'pchilik kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Kanalimizga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz va ushbu videolarimiz albatta sizga manfaat bo'ladi degan umiddaman. Tez charchash va holsizlik o'zi nima? Nima sababdan kelib chiqadi? Qachon paydo bo'lishi mumkin? Necha yoshda kuzatilishi mumkin? Va uni yechimlari qanaqa? Shular haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'p, tez charchash o'zi insonni jismoniy va ruhiy tez charchashi, ya'ni holsizligi hisoblanadi. Buni bir nechta sabablari bor. Xuddi inson ozgina ishni qilganda ham holsizlik, undan tashqari diqqat pasayishlari, xotira pasayish holatlari, tushkunlik holatlari kuzatiladi. Ya'ni bu holatga yetarli darajada energiya sarflamasdan ham, ya'ni vaqt sarflamasdan ham insonda o'z-o'zidan holsizlik paydo bo'lib qoladi. Buni bir nechta sabablari bor. Birinchisi kamqonlik. Kamqonlik bu insonda, ya'ni anemiya, buni bir nechta turlari bor. Kamqonlik sababli insonda kislorod yetishmovchiligi, ya'ni to'qima va hujayralarda kislorod tanqisligi yuzaga keladi. Natijada esa insonda surunkali charchoq holatlari kuzatiladi. Kamqonlikni sabablari bu temir tanqisligi, vitamin B12 yetishmovchiligi va folat kislotasi tanqisligi hisoblanadi. Ikkinchisi esa bu sifatsiz uyqu. Har doim ta'kidlab kelamiz, sifatli uyqu insonni hayotdagi konsentratsiyasini ushlab beruvchi eng asosiy elementlardan biri hisoblanadi. Xo'p, sifatsiz uyqu deganda o'zi 7-8 soatdan kam uyqu va tungi uyqu bo'lmasligi bu sifatsiz uyqu turiga kiradi. Yetarli darajada uxlolmaslik yoki bo'lmasa uxlamaslik ertasi kun, keyingi kunni energiyasini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Keyingisi ruhiy charchoq va stress. Ruhiy charchoq va stress paytida insonda kortizol gormoni miqdori juda ham oshib ketadi. Natijada esa bu ham charchoqlik hissini kuchaytiradi. Keyingi sabablari esa bu noto'g'ri ovqatlanish. Shakar mahsulotlari, kofein va fast foodlar bu vaqtinchalik kuchli energiya berib, insonni tetiklashtiradi. Uni ta'siri ketgandan keyin esa juda ham kuchli charchoqlik hissini kuchaytiradi. Oxirgi sabablardan bittasi bu eng asosiylaridan bu gormonal disbalans, ya'ni gormonlar buzilishi hisoblanadi. Insonda qalqonsimon bez funksiyasining pasayishi va insulin miqdori bilan bog'liq holatlar bu surunkali charchoq asosiy sababchilardan biri hisoblanadi. Gipotiroz kasalligida qalqonsimon bez funksiyasi pasayib, insonda metabolizm jarayonini juda ham sekinlashtiradi va natijada esa inson sovuqqa chidamsiz bo'lib qoladi. Xo'p, buni bir nechta yechimlari bor. Boyaga yuqorida aytib o'tib ketgan sabablarni bartaraf qilsak, biz surunkali charchoqdan to'liq ravishda bartaraf qilsak bo'ladi. Undan tashqari yana qolib ketibdi bitta asosiy sabablardan yurak yetishmovchiligi, buyrak kasalliklari, jigar kasalliklari ham surunkali holsizlik va charchoq sindromlariga olib keladi. Xo'p, qanaqa qilib davolaymiz degan ko'pchilikda qiziqarli savollar uyg'otadi. Albatta, buni hozir biza birinchi navbatda sabablarini aniqlashimiz uchun bir nechta umumiy qon analiz tekshiruvlari bor. Shularni topshirib, albatta vrachga murojaat qilishimiz kerak. Mustaqil dori-darmonlarni qabul qilish hech kimga tavsiya qilinmaydi. Xo'p, buni davolash qanday amalga oshiradi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, sabablariga yechim beriladi.
Ya'ni birinchi navbatda kamqonlikni sababi aniqlanib va uni to'ldiriladi. Ya'ni qaysi element yetishmovchiligi sababli anemiya kuzatilgan bo'lsa, shu gruppa dorilar beriladi. Ikkinchisi bu uyqu sifati yaxshilanish maqsadida kechqurungi tungi uyquni kamida 8 soatlik uyqu rejimiga o'tish kerak bo'ladi. Undan tashqari ruhiy stress va bosimlarni nazorat qilishimiz kerak. Keyingi yechimi jismoniy faollikni har kunlik 30 daqiqa, minimal hisobda 30 daqiqalik jismoniy faollikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Keyingisi to'g'ri ovqatlanish, ya'ni to'yintirilgan uglevodlar, oqsil mahsulotlari va yog' mahsulotlarini kundalik ratsionda belgilangan holda qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Va doimiy nazoratda gormonlarni endokrinolog mutaxassis bilan maslahatlashib, gormonlarni profilaktika maqsadida ham tekshirib tursak, juda ham yaxshi natija beradi. Bundan tashqari bir nechta preparatlar ham albatta yordam beradi. Bunga B guruh vitaminlari, undan tashqari omega va undan tashqari dopaminni faolligini oshiruvchi gruppa dorilar juda ham yaxshi yordam beradi. Tez charchash va holsizlik kuzatilayotgan bo'lsa, nevrolog shifokoriga murojaat qilishingiz tavsiya qilinadi. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videomiz endokrinolog shifokorimiz bilan qandli diabet mavzusini muhokama qilamiz. Qandli diabet mavzusida qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring va biz albatta bunga javob beramiz.